Assalomu alaykum. Bu videomiz kayıt yenileme qilish haqida bo'ladi. Universitetga ilk kayıt qildirgan talabaga kuz dönemida fakultet tomonidan dars tayinlanadi. Keyingi dönemlarda esa talabaning o'zi dars tanlashi kerak bo'ladi. Kayıt yenileme 3 bosqichdan iborat bo'lib, ular quyidagilardir. Kerakli darslarni tanlash, to'lovni amalga oshirish, talab qilingan hujjatlarni yuklash va qayd yangilanish holatini tekshirishdir. Birinchi bo'lib, qidiruv qismiga aos.anadolu.edu.tr manzilini kiritamiz. Sahifadagi Devam et tugmasiga bosamiz. Navbatdagi sahifada Anadolu Universiteti hisobi ile girish tugmasiga bosamiz. Bu sahifada esa kerakli qismlarga o'quvchi numaramiz va shifremizni kiritamiz. Tizimga kirganimizdan keyin chap tomonda joylashgan menyudan Dars eklesil ishlamlari qismini tanlaymiz. Bu sahifada yashil rangdagi Dars eklesil ishlamlarini boshla tugmasiga bosamiz. Kayıt yenileme akademik takvimda ko'rsatilgan sanalar oralig'ida amalga oshiriladi va belgilangan oxirgi kun Turkiya soati bilan 17:00 gacha davom etadi. Bir dönemda jami 45 kredidan ko'p bo'lmagan holda 10 tagacha dars tanlash mumkin. Darslarni tanlashda e'tibor qilinishi kerak bo'lgan jihatlar. Agar talaba birinchi kursda bo'lsa, shu dönem darslari va keyingi yarim yillikdan ham darslar tanlashi mumkin. Birinchi kursdan yuqori va genel not o'rtalamasi 0 bilan 1,99 orasida bo'lgan talabalar, agar mavjud bo'lsa, FF harf noti olingan darslar va hali olinmagan yangi darslarni tanlash tavsiya etiladi. Akademik ogohlantirish olganligi sababli genel not o'rtalamasini 2 ga ko'tarish uchun harf noti JD, DJ va DD bo'lgan darslarni tanlashi mumkin. Birinchi kursdan yuqori va genel not o'rtalamasi 2 bilan 4 orasidagi talabalarga mavjud bo'lsa, FF harf noti olingan darslar va ilgari olinmagan yangi darslarni tanlash tavsiya etiladi. Genel not o'rtalamasini yanada ko'tarish uchun harf noti AB, DD orasidagi darslar tanlanishi mumkin. Biroq dars qayta tanlansa, talabaga o'sha dönemda olingan harf noti va dars krediti beriladi. Ilgari olgan harf noti va dars krediti hisobga olinmaydi. Talaba FF harf notli darslarni olmasligi mumkin, ammo universitetni bitirish uchun keyingi dönemlarda o'sha darslarni tanlashi va topshirishi kerak bo'ladi. Sahifadagi qolgan ma'lumotlar bilan ham tanishib chiqib, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, universitetning O'zbekistondagi ofisi bilan bog'lanib, qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Endi esa yuqoridagi metni va kılavuzu o'qidim, anladim yozuvi oldidagi qutichani belgilaymiz. Muhim eslatma matnini o'qib chiqqandan keyin biliyor ve kabul ediyorum yozuvi oldidagi qutichani ham belgilaymiz. O'qish to'lovini amalga oshirgandan so'ng uni bekor qilib bo'lmasligi va qaytarilmasligini o'qidim, tushundim va qabul qilaman qismini ham belgilaymiz. Ileri tugmasiga bosib, dars tanlash sahifasiga o'tamiz. Birozdan so'ng tanlaydigan darslarimiz shu yerda ko'rinadi. Pastki qismda tanlashimiz kerak bo'lgan darslar ro'yxati bo'lib, dars kodi, dars nomi, kredisi va qaysi yarim yillikka tegishli dars ekanligi ko'rsatilgan. Birinchi kursdan yuqori talabalarda oldin olingan darslarning harf noti ham ko'rinishi mumkin. Tanlamoqchi bo'lgan darsimiz yonidagi Ekle tugmasiga bosib, davomida esa Evet tugmasiga bosish orqali dars tanlash tasdiqlanadi. Hozir ikkita dars tanladik. Tanlangan darslar kredisi va sonini ko'rishimiz mumkin. Bu dönemga oid qolgan darslarni ham tanlab chiqamiz. Jami 6 ta dars tanladik. 30 kredi bo'ldi.
Xohishga ko'ra 45 kredidan oshirmasdan qo'shimcha dars tanlashimiz ham mumkin. Ko'rib turganingizdek, pastda 3 emas, 4-yarim yillik darslari bor. Buning sababi bahor dönemida faqat bahor dönemi darslarini, kuz dönemida esa faqat kuz dönemi darslarini tanlash mumkin. Ileri tugmasiga bosamiz. Bu sahifada tanlagan darslarimiz va keyinchalik topshirishimiz kerak bo'lgan darslar ko'rsatilgan. Bu yerda esa o'qish to'lov miqdorini ko'rishimiz mumkin. Barcha ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilgandan keyin onaylıyorum tugmasiga bosib davom etamiz. Dars tanlash jarayoni muvaffaqiyatli yakunlandi. Qayt yenilama amalga oshishi uchun belgilangan sanalar ichida o'qish to'lovi qilinganligini tasdiqlovchi dekont, ya'ni to'lov chekini hamda dilekchani tizimga yuklash talab qilinadi. Qayt yenilama universitet tomonidan 3-4 kun ichida tasdiqlanadi. Qayt yenilama dilekchasining imzolangan holi va dekontni belge yükleme sahifasi orqali yuklash talab etiladi. Quyidagi Dokum al tugmasiga bosish orqali qayt yenilama haqida ma'lumot, dilekcha va to'lov qilish uchun kerakli bo'lgan sahifalarni yuklab olish mumkin. Hujjatning 2-sahifasidagi dilekchani printerdan chiqarib, sana va imzo qismlarini to'ldirib, rasmga olinadi. Oxirgi sahifadagi ma'lumotlar asosida o'qish to'lovini amalga oshirish kerak bo'ladi. Dilekcha rasmi va dekont tayyor bo'lgandan keyin belge yuklama sahifasiga kiramiz. Bu yerda siz oldin yuklagan hujjatlaringizni ko'rishingiz mumkin. Hozir biz dilekcha va dekontni tizimga yuklaymiz. Yuklanayotgan hujjatlar PDF yoki JPEG rasm formatida bo'lishi kerak. Hamda ularning hajmi 1 megabaytdan oshmasligi kerak. Qayt yenilama tasdiqlanishi uchun imzolangan dilekcha rasmi va dekont birgalikda yuklanishi talab qilinadi. Birinchi bo'lib dilekcha rasmini yuklaymiz. Agar kompyuterdan foydalanayotgan bo'lsak, ushbu qismdan tüm dosyalarni tanlab olib, dilekcha rasmini tanlaymiz. Ko'k rangli yukla tugmasiga bosish orqali rasmni tizimga yuklaymiz. Mobil qurilmalarda ham fayllardan kerakli hujjatlarni tanlab yuklashimiz mumkin. Yuklagan hujjatimiz tizimda ko'rinmoqda va tasdiqlanishini kutish holatida turibdi. Keyin esa xuddi shu shaklda dekontni ham tizimga yuklaymiz. Hujjatlarimiz yuklandi. Ularning to'g'ri yuklanganligini tekshirish uchun ko'z belgisiga ega tugmaga bosib ko'rishimiz mumkin. Hujjatlar 3-4 kun ichida universitet tomonidan ko'rib chiqib tasdiqlanadi. Menyudan Qayt bilgi qismiga bosib, o'quvchi durumini tekshirib turamiz. Hozir passiv holatda turibdi. Bir necha kun ichida belge yuklama sahifasi orqali yuklagan hujjatlarimiz onayli deb belgilanadi va passiv holati aktiv holatga o'zgaradi. Ya'ni qayt yenilama universitet tomonidan tasdiqlangan hisoblanadi. Videomiz sizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting.